Mishada qaytadan yana bütün lager şahitlerimizga ve lagerga kirib ketgan vatanda urug' tuqqanlari. Ama şu ailesini sürüştürüp şu istiqlal ekranında çıkan barliq qirindaşlarımızga cesaret bilen çıkış meselesi çünkü etrafımız nurgulluğan tutulup ketken bozma ailesi ayağı ayna qıp ketsimi yana dadil bir özünü körsətmey turup ekranga çıkışqa mı cüret qılamayotgan nurgullar bar bir mezgilde shularninki jasoratli shaklda televizor ekraniga kelib chiqib bergan mayli istiqlolda bo'lsin mayli sizlarning ziyoratingiz boshqa hammasiga ayrim rahmatimizni bildiramiz. Men shu adresiz nurg'un narsa eslatdingiz menga shu biz istiqlol 2018 deyman shu tunji qatim shu bir Abdurahmon Hasanninki shu onamni ayolimni etib beringlar o'qinib bilman berman degan bir mavzu bilan suhbat qilgandik. Bu qilgandan keyin bir qancha kundan ichida shu CNN, BBC'ning muxbirlari izlab kelishga boshladi. U chet elga chiqib ketdi, nurg'un har xil xabarlar chiqib ketdi. Shu lager shoirlarining bu silsilaga portlagan sukut temasida ayrim bir program o'rnashtirildi keyin yillar mobaynida nurg'unlagan suhbatlarni qildik lager shoirlarimiz bilan bo'lsin. Bular albatta bu nijis Xitoy tajovuzchilarininki butunlay yushirishga barliq kuch bilan tirishgan jinoyatlarni amaliyotda bularning guvohliklari har xil tillarda nupuzli axborotlarga chiqishiga Xitoyga besim bo'lishiga sabab bo'ldi hamda. E'tirof qilmayotgan bo'lsa, uni deb vaqti, maktab deb vaqti, tarbiyalash deb vaqti nurg'un muxbirlar vatanga kirib shu yerlarni ziyorat qilib ishni aytishga majbur bo'ldi. Ya'ni Xitoyni put ko'rgan to'g'ida qilib o'tdik amaliyotda shu chet eldagi Uyg'urlarimiz shu jasorat bilan o'tirib chiqqan xalqimiz sababidan hamda. Albatta rahmatimizni bildiramiz. Hamda mashhadaman hamda albatta bu muxbirlik xizmatini abaymiz siz biraz tilga oldingiz. Axborotchilik haqiqatan sirtqi ko'rinishda shunday bir xil xushal xo'ramdek noiti rahat xizmat qildigandek tug'an bilan amaliyotda buning ta'dini qilib boqqanlar biladi. Ta 2008dan buyon men bu o'tni oshib kuyuvaman ama qo'limdan kelgancha. Bu yillar o'tgan inson haqiqatan nurg'un vaqtsiz insonni qayerda o'tgan psixik jihatdan har xil. Chunki eng burun biz anglaymiz u yig'i bilan tang yig'laymiz. Kunlarcha insonni bearam qildi, uyqusiz qo'ydi. Ham bir tarafdan dushmanimizga bo'lgan g'azab nafratni kuchaysa, yana bir tarafdan boshqa nurg'un alamlarga misaldamdi bu xizmat. Bunun hammasini tetib yashayapmiz hamda. Har kishimi ba'zi men hamda buni ichida o'g'ashqa men his qilmayapman. Ham siz shundaq mayli majburiy tug'mas qilish bo'lsin, ayol kishiga nisbatan shu ayol yuqoridagi lager shoirlarimizning so'zlari. Bular bir ayol kishiga nisbatan texambak uni puchlaydigan uni zil ig'ir masalalar, ig'ir bearam qilgan masalalar. Bular mushlarni xizmat ishlash jarayonida psixingizni qanday muhofazat qildingiz, buni qanday bardoshlik berdingiz degandek masalalarni biroz aytgan bo'lsangiz. Bir narsa bor, og'riyversangiz, bir virus bilan qayta juqumlanaversangiz, shuni qarta qarshilik kuch paydo bo'lgan. Shu. Shundaqku? Ruhiy nasmi shundaqkan, siz to'xtamay zarbalarga uchrayvergandan keyin buning qarshi o'zingizni qanday qutqizish, o'zingizni qanday tangshash, shundaq bir iqtidorni yetildirib qoldi ekansiz-ku. Men shu xizmat qilish jarayonida dastlab lager shoirlar chiqmasdimi, Rabiya Qodir xonimning turmada qanchalik zulmlarga uchraganligini o'zining og'zidan anglagan. U vaqtida shu qadar ta'sirlangan va bu ayoldagi u jasoratga, u bardoshlik berish kuchiga hang-tang qolgandim. Keyin bu lager shoirlari va turmadan chiqalgan va shunday zulmlarni ko'rgan insonlar bilan to'xtamay suhbatlashish jarayonida har bir qitimda siz degandek bir azoblanaman. Bu yerda ba'zi lager shoirlarining ismlarini atmay o'tgan bo'lsam, kechirsin meni. Masalan, Tursunay Ziyovuddin xonim
mushu jinsiy xo'rliqlar haqida to'xtalganda biz Uyg'ur radiosi Uyg'urcha anglatayotganlik uchun tabiiy ayollik natvanligi ayollik iliqi nima deymiz axloqiy sabablik bularni anglatmasak buni demay qo'yaychu deb gapni uzgandi o'z vaqtida. Aşı BBC bu radiolarga söz yani bu haqda guvohlik berishdan avval. Ammo men qattiq shu vaqtida uning azobi bilan tang yani shu azoblarni tang tatgandek his tuyg'u kelgandim shu so'zlab berish jarayonida. Mening tasavvur kuchim bek boymu yoki shu kinodek ko'z oldimdan o'tadi har bir hikoyalar haq bilan paranglish jarayonida. Keyin Zumrat Davud xonim o'zining qandoq rahimsizlarcha tug'mas qilinish jarayonlarini so'zildi. Lager shoidlaridan yana qozoq lager shoidlarimiz bir qanchasi o'xshab ketadigan shu kechmishlarini so'zlab bergan bo'ldi. Men deganimdek bular menga kuch qatdi amaliyotda. Bular ruhiy, jismoniy har jihatdan puchlangan turib dunyoga bu zulmlarni anlatishga jur'at qilyotidi. Men erkin bir davlatda, erkin so'zlay oladigan, jismoniyatim quvvatli, ruhiyatim quvvatli, qalbim quvvatli biri bo'lish sifatim bilan nimishqa puchilnaman, buni anlatishim kerak. Bizda deydi-ku, qayg'uni kuchga aylantirayli deb. O'yladimki, birimiz orqali bir necha yuz necha mingni yiqitmoqni maqsad qiladi Xitoy hukumati. Bizning ruhimizga tajovuz qilish eng muhimi Xitoyni. Men uni qilg'izmayman-ku degan bir to'saqni o'zim qurmasam, tugishini. Shunga psixik kitoblarni, psixik jihatdan qanday o'zini kuchlantirish metod, ya'ni videolarni, hatto psixologlarni do'st tutish orqali suhbatlashish, mushu har xil usullar orqali o'zimni kuchlantirdim. Meni nihoyat ajizlagan vaqtlarim bo'ldi. Hatto titrab ketadigan, ovozim bo'g'ilib qoldigan so'zlar aytib, ashundaq vaqtlarim bo'ldi. Bo'pmi butun oilamning tutilganligidan xabar topgan hayotımdaki en qarang'u bir kunimdi. Bir shaxs bo'lish sifatim bilan siz sababli boshqalar sizga badal to'lasa, siz uchun bu eng ig'ir azobga. Dunyoda eng ig'ir azob nima deb so'rasangiz, men shunday javob beraman. Boshqalarning, begunoh kishilarning, siz so'ygan atrofingizdagi kishilarning siz uchun badal to'limiga bu vijdon, g'urur ko'tarib bo'lolmaydigan bir azobga. Men shu vaqtida yiqildim va shu vaqtida meni qutqizinglar degan signalni bir qancha yaqinlarimga avatdim. Men normal his qilmayapman o'zimni. Men mushundaq ruhiy zarbaga duch keldim, yuragim parchalandi dedim. Yiqilma, Gulchehra kayningizda yuzlarcha, minglarcha bizlar vatanchilik qilib qolamiz. Tik turing dedi nurg'un do'stlarimiz. Ashlarning hammasiga mush fursat rahmat aytaman. Oradan ne o'zlarini azob tatayotganlarmi bor. O'ziniki azobini yengib bir yoqqa qaytarib qo'yib, menga ilhom berdi, madad berdi. Psixologiya bilimlariga ega, ancha-muncha mushuningdan savodi bor insonlarimiz menga yetakladi, o'zimni qanday tarbiyalash taktikalarini o'rgatdi hatto to'g'rida. Bekorlik. Men sizga dars beray deb chekra tik turing. Mundaq his qilganda, mundaq qilsiz, mundaq his qilganda o'zingizni mundaq tarbiyalaysiz. Faqat bo'lmaganda doğru içsiniz, mundaq doğrularını do'konlardan topa olasiz. Yemekligingizni mundaq diqqat qiling, uyqungizni deb her bir kunimni qanday o'tkazishimgacha menga jadvallashtirib, shunday avatib bergan qarindoshlarimiz bor. Men yana xalqimning qo'llashi bilan tik turdim deb o'ylayman, yana bir jihatdan. Shu eng esimdan chiqmaydigani Xitoy hukumatiga ochiq bayonot berdim. Apam dadamning, bütün urug' tuqqanlarimning bir kunda o'xshamaydigan ikki shahardan men sababli tutilganligini aniq bilgandan keyin bayonotni yozib chiqdim. Chiqib o'zimizning studiosiga kirib o'qidim. İlki
Jiq bo'lsa, bir odatda o'qisam 3 minutda tugaydigan bir narsa. 2,5 soat, 3 soat o'qidim. İkinci cümle kelime yığlap gitme. Üçüncü cümle kelime avazım boğuldu. Özümle haydayma. Toxta, sen iradanın sulğanlığını, yumuşap ketkenini, muşton bilan mağlup bo'lganligini Xitoy ko'rsatamsa yoki jasoratini adolatsizlikka qarshi jarchi sifatida ovozlarning ovozi bo'lish sifatida gap qilamsa bu yerda deb o'zim qachatdim. Qaytadan o'qidim. Shuning bilan titrgan bo'lsa-mu garchi ovozim jasorat bilan o'qidim. O'zimdan qattiq faxrlandim oxirida. Ammo ashuni taqitayotgan vaqtimning o'zida yana shiklandim, qo'rqmadim emas. Endi buni taqatdim. Qanday qilsa men bu ishni davomlashtirma. Buning so'rg'ini so'rayman dedim Xitoy hukumatiga. Men buni o'xshamaydigan 30 necha elchixonaga avatdim Xitoydan. O'xshamagan tillarga tarjima qildim. İnternetdə e'lon qildim, muxbirlarga anglatdim degandek. Buning bilan butun oilamni qirib yetamu degan shunday qo'rqinchli xiyollar kirmadi emas. Hatto tushlarimda kechalarda talab vaqirab o'qinib ketgan vaqtlarim bo'ldi da chiqdim. Chunki Xitoylar meni shu qo'llarimdan kaynimga bog'lab turib oldimdim shu urtuqalarimni qirib yetib olgan ashra ko'rinishlar bilan qarabasdi. Şularni hamini yengib, Allohga shukr, alhamdulillah musulmon ekanmiz. Bu e'tiqodmi insonga eng cho'ng madad beradigan narsa bu ishga kuchganchu. Bir narsaga e'tiqodingiz Alloh roziligi uchun degan bir narsa kirgandan keyin sizni hech nima qo'rqitolmaydi ekan. Men qalbim dedim, adolat yo'lida ovoz chiqaryapman. Cihad bu dedim. Şunaq bu. Albatta. Qur'onimizda deydi. Siz canın işini zulmni ko'rsam, adolatsizlikka qarshi musulmon bo'lish sifating bilan uni to'xtatishga harakat qil deydigan. Shunaq ku. Harakat qilamsan ovoz chiqar. Ovozingni mi chiqamsan shariat qil. Hech bo'lmasa shu zulmdorlar tarafda tutma. Eng qilamsan. Shunaq ku. Biz qaysi qilyapmiz? Har bir Uyg'ur, har bir o'zini musulmon degan inson eng boshda bu savolni o'zi qo'yish kerak. O'zingning xalqi, o'zingning vatani bu qadar ig'ir zulmda 21-asrdagi irqiy qirg'inchilik deb atilayotgan, dunyodagi eng ig'ir zulm ostida turayotganda sen nima qilding? Keyin buning javobini qanday bersan? Alhamdulillah bu hammamizga bir imtihon. Allah bizni yaxshi ko'rgani uchun bu imtihonni bizga beryapti deb tushundim. Bu menga kuch bo'ldi. Ko'p rahmat, nihoyatda go'zal javob berdingiz. Alloh razı olsun.